Baraka top, osh sal ro'za og'izga og'irlik qilib o'tdi. Bunisi bo'lsa yengilgina ketarkan deyishligi uchun guruchlari ezilmasdan dirkillab chiqadigan mazali, to'yimli, chiroyli tovuqli garnir retseptini hozir saqlab oling. Halol sertifikatga ega bo'lgan sifati yuqori Jo'ja brendi tovuq filelarini kubik shaklda to'g'rab, o'zidan chiqqan suvlari yo'q bo'lib ketguncha yaxshilab qovuramiz. Tovuqni suvlari ketishi bilan 3 xil rangdagi bolgarskiy va qizil sabzini kubik shaklda to'g'rab qo'shib, tuz, ziravor solib, konservalangan jo'xori va garoxni ham qo'shib 1-2 aylantirib, 15 daqiqaga damlab qo'yamiz. Guruchingiz ezilmasdan dirkillab oshga o'xshab pishishi uchun qizimagan yog'iga yuvilgan guruch solib, tuz solib 1-2 aylantirib, ko'mar-ko'mmas suv solib qo'yamiz. Shu suvini shoshmasdan sekin-sekin past olovda o'ziga shimdiramiz. Suvi qolmagach, xuddi oshga o'xshab o'rtaga to'dalab teshib 15 daqiqaga damlab qo'yamiz. Shunda guruchingiz ezilmasdan, g'irtillamasdan chiroyli yetilib pishadi. Pishgan guruchni sekin-sekin aralashtirib, tayyor qaylamizga qo'shib ko'kat solib, yengil aralashtirmasdan aralashtiramiz. Ishoning, bu usulda qilingan yengilgina tovuqli garnir uyingizdagi har bir ro'zador uchun foydali bo'ladi. Agar retsept sizga rostdan yoqqan bo'lsa, like bosib, menga obuna bo'ling.